Assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hayit ayyomlaring hammalaringga muborak bo'lsin. Hojona, hojotalar. Bundan tashqari Rossiyada yurgan musofir aka-ukalar, uylaringga sovg'a salomga olmoqchi bo'lsalaring, mana ayni vaqtda inshaalloh dastavkasini bepul qilib beraman. Hozir internetda mashinik odamlar juda ham ko'payib ketgan jigarlar. Biz xudo xolasa uylaringga borganda pullaringni berasizlar. Ya'ni qabul qilib olganlaringda berasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka bepul bo'ladi. Bundan tashqari Samarqandga hamda Toshkent shahrigacha dastavkamiz bepul bo'ladi. Jigarlar, Toshkent shahri vodiy bo'ylab hamda Samarqandgacha dastavka mutlaqo bepul. G'ildiraylar qo'yishlikda ham imkoniyati bor. Xudo xolasa qo'yib berish xizmatimizga pul olmaymiz. Mana shu komplektimiz jigarlar, bittadan like bosib qo'yinglar. Like'laring biz uchun muhim bo'ladi. Buni razmeri 2.10 ga 2.70, 8 kishilik xon taxtasi bilan birgalikda birinchi sort sasnadan qilingan, oyoqlari 12 ga 12 tashalgan. Buni narxini hozirda 3 million so'm dastavkasi bepul qilib beryapman jigarlar. Arzoni ham bor, 2,5 million, 2 millionga ham bor, lekin ular qiyshayib eshilib ketadi, teray bo'lganligi uchun. Bu sasnadan qilingan. Endi bu modelga baho beradigan bo'lsalaring, buni razmeri hozirda 2,5 ga 3 holatda chiqyapti. Taxtalari to'rli qilingan, mana ko'rib turganingizdek qalin bo'lgan. Pollari shipon, lagalari 4 tadan, lagalarigacha sasna tashalgan, teray tashalmagan. Quruq 1 yil saqlangan sasnadan qilganmiz. Xudo xolasa qattiqligiga javob beramiz. Qancha qattiq bo'lsa taxta, o'shancha mustahkam bo'ladi, ezilib qolmaydi. 12 ta odam bemalol sig'adi, 2,5 ga 3. Narxini hozirda 4 million 300 ming so'm qilib beraman. Dastavkasi mutlaqo bepul. Xuddi shu razmerda, xuddi shu ko'rinishda 3,5 million so'mdan sotishadi. Material umuman boshqa narsa. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Endi bu modeli quyosh fason deyiladi. Buni to'qroq rangi ham bor, ochiqroq rangi ham bor. Xohlagan rangingizda zakaz berishingiz mumkin, xohlagan razmeringizda. Buni razmeri hozirda 2.30 ga 2.80 qilingan. Bu 10 kishilik sig'adi. Ya'ni atrof taxtalari to'rli bo'lgan, pardozi bilan 36 qolgan. Sababi bu chekkalarini qirishtirib qo'yganmi, sababi chig'ana qo'yganingizda yoki orqa masasi suyanganingizda yelkalaringizga botmaydigan bo'lgan. Juda ham chiroyli holatda. Mana oyoqlariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Taxtalari ham qalin, lagelar 4 tadan tashalgan. Narxini hozirda buni 3,5 million so'm qilib beraman. Buni 3 millionlik varianti ham bor, so'raganlar uchun. Endi turburchoy oyog'imi mana bunaqangi holatdagisi bor. Bu 2,5 ga 3 novvot svet deyiladi. Jigarlar, bu qirmalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Qirmalari ham baquvvat, mustahkam. Mana bu joylariga miq qoqqanman. Miqdan oldin ichkariga kile surkiladi, ham двойной mustahkam bo'ladi, xudo xolasa. Oyoqlari ham mustahkam, yaxshi nadojniy bo'lgan, quruq taxta. Chekkalari mana taxtani qalinligiga e'tibor beryapsizmi? Bitta gugut bemalol turadi, mana shu emmachasi qo'yadigan bo'lsa jigarlar. Yonlarini qirib qo'yganmiz. Yosh katta onaxon otaxonlar qo'y qo'yishganda, xudo xolasa ozor bermaydi. 2,5 ga 3, narxi 4,5 million so'm. Dastavka mutlaqo bepul. Mana bundan bor. Bunisini 2.30 ga 2.80 modeli. Buni narxi 3 million 300 ming so'm qilib beraman. 2,5 gacha 4 million 300 ming, 2.30 ga 2.80 ni 3 million 300 ming so'm. Endi 3 millionlik variantim bor. Taxtasi 36 lik bo'lganligi uchun, buniki 4 lik bo'lganligi uchun 3,5 million so'm, bunikini 3 million so'm qilib beraman. Endi bu tomonda 2.30 ga 2.80 modelim bor. Mana bunisiga bitta baho berasizlar. Bu ham chiroyli so'ri. Buni narxini hozirda 3 million 300 ming so'm qilib beraman. Buni ikki xil ko'rinishdagisi bor. Ya'ni mana bunaqangi holatdagisi bor. Bunisiga ham bitta baho beringlar. Bu ham chiroyli. Taxtalari o'ta qalin, mana taxtani qalinligiga e'tibor berasizlar. Pollari shipon, lagalari 4 tadan tashalgan, X-loy laklangan, suvga chidamlik. Buni narxini ham hozirda 3 million 300 ming qilib beraman. Endi 2,5 ga 3 ta 4,5 millionlik variantini bitta ko'ringlar. Mana oyog'i 14 ga 14, taxtalari to'rlik, pollari shipon, lagari 4 tadan tashalgan, X-loy laklangan bo'ladi. Rangi ham to'qroq bo'lgan. Ba'zi bir odamlarga yoqyapti bu, chunki samarqandliklarga juda ham ko'p berdim bundan. Buni narxini hozirda 4,5 million so'm qilib beraman. Xuddi shuni mana sal ochroq rangi jigarlar. Oyog'ining razmeri bir xil. Endi orqa tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonda 2,5 ga 3 modelim bor. Bu yong'oqli bo'ladi. Oyog'i yong'oqdan to'rttasi, naqshli, Samarqand stil.
Taxtalar 5lik, atrof taxtasi ham 5lik, lagasi 5 tadan. Narxi 4 million 300 ming so'm. Buni 2-3 xili bor. Yong'oqlik, naqshli. Har xillaridan bor. Jigarlar, xudo xolasa, juda ko'p so'rovlarimiz bor inshaalloh. Telefon qilsalaring rasmlarni tashlab beramiz. Yoqqanini tanlashlaringiz mumkin bo'ladi. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xijolat bo'lmasdan. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar.